Assalomu alaykum. Mercedes-Benz E-Class E300 avtomobili Formatic gibrid 2023-yil 23 ming kilometr yurgan, narigisi 43 ming yurgan. 2,5 million won. Bunisi 43 ming kilometr yurgan. Bu ham E-Class 250. E-Classning 5-avlod. Bunisi 2021-yil 33 million. Bantilar taqib mana chiroyli qilib olib ketishga tayyor qilib qo'ygan. Kelin Mercedes kimga kerak bo'lsa, bu yerda Lincoln Aviator avtomobili 28 million 300 ming. 2024-yil. 3 ob'yom. 6 dvigatelli klass avtomobil. 430 kuchga ega Aviator avtomobili. O'sha klass so'rasizlar.